أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaqdaşlar, biz bugün dersimizdeki yani kitabımızdaki birinci babı yani birinci kısmı ilmul maanininki 8. babı el-icaz vel-itnab vel-musavat degan mazmunga keldik. Biz aldığımız derslerimizde davamlı ta'kidlab kelyapmiz, takrorlab kelyapmiz. Biz kitobni cho'ng jihatdan 3 ga bo'lgan to'q. Birisi ilmul maani, yani birisi ilmul bayan, yani birisi ilmul badi. Ilmul maanini tarmoq bablardan 8 babga bo'lgan to'q. Birincisi el-xabar vel-insha, ikincisi el-zikr vel-hazf, üçüncüsü el-taqdim vel-ta'khir, dördüncüsü el-ta'rif vel-tenkir, beşincisi el-itlaq vel-taqyid, altıncısı el-qasr, yedincisi el-vasl vel-fasl, sekizincisi el-icaz vel-itnab vel-musavat. Yani cümlenin mezmunu biz yukarıda sözlep ötken bablarının umumi mezmunuga mas şekilde degüçünün mutakellimning asosiy maqsadi ado qilinib bo'lgandan keyingi jumlaga texmo balog'at fasohatni ko'paytiradigan uslubdan birisi ijoz, itnob va musavat uslubi. Bu yerdagi lug'at jihatdagi ma'nosini aytsak, musavat deganimiz jumlaningki dal keltirilishi, ya'ni uddul keltirilishi, ifodalamoqchi bo'lgan ma'no bilan jumlaningki qo'llangan lafzi so'zliklar uddul kelish, qurilmalar uddul kelish, yani söz, yani lafzi ma'nodan ortiq olmaslik, ma'no lafzidan kam bo'lmaslik degandek. Bu odatdagi jumla deb qaraladi. Endi ba'zi vaqtda balog'at nuqtasidan qisqa iboralar bilan ko'p ma'no ifodalash ehtiyoji tug'iladi. Ba'zi vaqtda ma'lum maqsadlarni ifodalash uchun jumlani ko'paytirish to'g'ri keladi. Mushu nuqtadan biz jumlaning umumiy holatini al-musavat, el-icaz, el-itnab deb 3 turga bo'ldik. Yani musavat deganimiz dal keltirish, icaz deganimiz maqsaddan, yani ifodalamoqchi bo'lgan mazmundan lafzi qisqa, ammo mazmuni to'liq ifodalanadigan maholat. Itnab deganimiz jumladagi ma'lum bir maqsad, ma'lum bir ahamiyat yoki ma'lum bir mazmunini ko'paytirish uchun jumlaning lafzida qanaqa qilish, ko'paytirish, abdirishnik jumlaning lafzini uzatish, kengri ifodalash ma şekilleri itnab buludu. Hani Abdur bu noktalarını qanday tushundirdi qarab baqayli. Kullu ma yajulu fi as-sadr min al-maani yumkin an yu'abbara anhu bi thalath turuq. Adamning qalbida kiziyotgan umum uqumlarni kullu ma yajul fi as-sadr min al-maani qalbida kiziyotgan umum uqumlarni 3 xil yo'llar bilan ifodalash mumkin, yani mumkin. Bunun birincisi el-musavat. Bayatın degandek ifodalamoqchi bo'lgan ma'nolarimiz bilan biz keltirgan iboratimiz, ishlatgan so'zlikimiz yoki tuzgan qurilmamiz barabar keladi, dal keladi. Buni biz musavat deb ataymiz. Anos musavat degan nima bo'lsa, va hiya ta'diyatul ma'nal murad bi ibaratin musawiyatin lah. Yani sen ko'nglingda ifodalamoqchi bo'lgan maqsadlik ma'noni shu maqsadlik ma'noga teng bo'lgan iborat qurilma yoki so'z bilan ado qilish, ifodalash bu musavat deb ataladi. Bu nima degan gap ham desa, bi antakun, ya'ni shu yuqoridagi maqsadlik ma'noni shu maqsadlik ma'noga teng bo'lgan iborat bilan ifodalash qanday bo'ladi desa, bi antakun shu orqali bo'ladiki, ya'ni kishilarning o'ttir qatlam Avsatun nas degani kishilarning o'ttir qatlam kishilarining urf odati joriy bo'lgan had bo'yicha bo'lish orqali. Odatda jamiyatda adabiyot sohasida eng yuqori pallida, eng yuqori qatlamda, eng yuqori saviyada so'zlab, yezib kelayotgan kishilar bo'ladi. Buni biz kishilarning yuqori qatlami deymiz. Odatda til degandan xabari yo'q. Shu hamda normal bir inson bo'lib so'zlaydigan yaratilganligi uchun lan so'zlayotgan, ifodalash va yoki boshqa nuqtalardan faqat xabari yo'q odamlar bo'ladi. Buni tuvan qatlam deymiz. Endi avlog'im yetmagan. Anda balog'at, fasohat egilariga, sohiblarga yetmaydigan. Ammo ma qatlamga tushib qolmagan
o'ttir iqimdagi o'zining nim demoqchi bo'lganlarini normal ifodalay oladigan, demaslikka tegishli gaplarni demay normal shaklda boshqalarga o'zining maqsadini ifodalay oladigan normal iqimdagi kishilar va mana biz avsatun nas deymiz. Mana ma kishilarning urfida, so'zlash odatida qandaq ma'noni, qandaq iboratlar ifodalasa, qandaq uqumni, qandaq lafz bilan ifodalasa, normal ifodalash deb qaralsa, mana buni musavat deymiz. Biz ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni mushularningki uslubi bo'yicha yoki mushularning odati bo'yicha, mushularning jumla tuzish, qurilma tuzish uslubi bo'yicha tuzish, keltirish dal ma'no ifodalashdiki musavat uslubi, uslubul musavat deb ataladi. Am bu avsatun nas degan qanday odamlar desa, va humul ladzina lam yartaqu ila darajatil balagha, ya'ni bular balagha darajasiga o'rlab ketmagan kishilar. Va lam yanhattu ila darajatil fahaha, ya'ni qattiq tön darajaga, fahaha degan hamdalaqa nima deymiz hamda qattiq do'tlik yoki bir xil til yo'qlik darajasiga yoki eng tön chek darajasiga tushib qolmagan o'ttir raqamli kishilar deyiladi. Masalan, Qur'oni Karimda bu xil uslubni qo'llanilgan. Va idza ra'aytallazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Masalan, Mavla demoqchi bo'lgan, ma oyatdagi mazmun, demoqchi bo'lgan mazmun bilan keltirilgan iborat intayin nima barobar. Bunda oyatlar intayin ko'p. Mana buni biz musavat deymiz. Endi ijoz degan nima desa, ma'noning lug'at ma'nosini chiqib turibdi, qisqartish degan ma'noda ijoz degan. U o'simi ma'noni shu ma'nodan kam iboratlan. Asli ma'no uzun gap, jiq gap, ammo ifodalayotgan so'z nayt qisqa. Lekin qisqa bo'lgan bilan shu ifodalamoqchi bo'lgan ma'noni to'liq ifodalaydi. Ya'ni ma'a vifaiha bil gharad. Vifaiha bil gharad. Ya'ni o'sha qisqa ma'no, qisqa lafzi kengir ma'noni to'liq ado qilish, to'liq vafo qilish, to'liq ifodalash bilan birga kengir ma'no qisqa lafzlar ifodalangan bo'lsa, buni biz ijoz deymiz. Masalan, buning misollari intayin ko'p. Masalan, hadislardan kelsak, innamal a'malu binniyat. Yig'ib kelsak, innama bir so'z, al-a'mal 2, binniyat 3. 3 so'z bilan İslamdaki umum işlerine nisbeten bir ölçem bekitken. Namaz okusang, niyetine bağlı. Cihat kılsang, niyetine bağlı. Hicret kılsang, niyetine bağlı. Okusang, niyetine bağlı. Sana kultusak, adam Müslüman buluş en yukarı çekidini tartib, en adli işlerce hemmeske bağlan bir endize, bir piçem, bir körsetme, yaki bir ölçem, muş 3 eğiz hadis arkalıkla bekitildi. Mana bunu biz ifadaleydiğen manisi kengri, ama keltirilgan qo'llanilgan iborat az deymiz. Bunun yeni bir misali lakum fil qisas hayatun, ya'ni fil qisas hayatun. Qisasda bir hayotlik shakllanadi desa, buni o'ylasak, insonlar ijtimoiy jamiyatida har xil to'qinishlar bo'lib turadi. Shu tufaylidan ba'zi zulm, tajovuzatlar yuz beradi. Bu tajovuzatlarning qisasini olgan vaqtida birov-birovni o'ttirsa, o'ldirilsa, birov-birovning qo'lini kessa, qo'li kesilsa, birov-birovning ko'zini qo'ysa, ko'zi qo'yilsa, birov-birovni zaxmlandirsa, o'xshash zaxmlantirilsa, ikkinchi qitim shunda qimmoqchi bo'lgan niyatli kishilar o'zining shunda oqibatga duchor bo'lganligini o'ylab, unda qilish niyatidan yanadi. Shuni bilan miyada aqturul bikog ehtiyojdan qon saqlanadi, bikog'i jarohatlanadigan tan saqlanib qoladi, bikog'i kesiladigan qo'llar saqlanib qoladi. Demak, insonlar jamiyatida nima shakllanadi? Bir xil normal hayotlik shakllanadi degan ma'ni ifodalaydi. Ammo mushu ma'nolarni ifodalagan so'z aran 2. Lakum fil qisas hayatun. Fil qisas hayatun. Mana buni biz ijoz deymiz, lafzi qisqa, ma'nosi kengri. Abdur buning she'rga keldi. Qifa nabki min zikra habibi wa manzili. Qifa nabki min zikra habibi wa manzili. To'xtab turinglar. Biz bir habibni aslab va bir manzilni aslab yig'lab boqaylik. İmrul Qaysning mushu she'rining o'zida qifa nabki min zikra habibi wa manzili bisaqtil liwa bayna ad-duhuli fa hawmali degan she'rining o'zida shoir o'zi mang'ayotgan, nayt vahshiylik, qo'rqinchli bilan to'lgan yo'lni sifatlab o'qigan she'r. Iboratga qarasak, to'xtab turinglar. Biz habib do'stiyarlarimiz o'yni aslab yig'lab boqay. Laqab bir xil mushu 4 eg'iz gapning ichiga uning yo'lda tatiyotgan azob uqubatlari, yo'lning tasviri,
yo'lning qanday ekanligi, tatgan jafo mushaqqatlarining hammasi ichki jihati yushringan bo'ladi. Qaranglar, qifa, to'xtab turinglar, nebki yig'layli. Men zikra habibi va manzili. Uyni aslab, do'stlarimizni aslab, bu yolg'iz sahrodagi yo'lda vahshiy hayvonlar bilan to'shqan, qo'rqinchlar bilan to'lgan bu yo'lning uzunligi, jafosi degandek umumiy tasvir, umumiy ifoda, mushu o'y fikrlari, o'zining ichki hissiyoti, mushu ikki ig'iz gap bilan qanaqaman ifodalanganda, nimashada ijozda bir shart bor. Ya'ni ijoz labzi qisqa bo'lsa-mu, ma'noni to'liq ifodalashi kerak deydigan bir shart bor. Agar ma'noni to'liq ifodalayolmay, u qisqa qildim deb qisqa akab qo'ygan labzni qarshi taraf to'liq ma'noni tushunmasa, buni biz ijoz deb atamaymiz. Buning atalg'usi ixlol deb ataladi. Shunga turib aytadi. Fa iza lam yafi bil gharad, so'zlig'ichining, shoirining ya dig'ichining maqsadini ifodalab bermasa, shu qisqa iborat, bunday qisqa iboratni ijoz demaymiz, balki ixlol deymiz. Masalan, shoirininki "Val ayshu khayrun fi zilal lin-nawki mimma asha kadda." Qani o'zini tarjima qilib qo'yaylik. Ahmoqlikning, hamoqatlikning soyasida yashash, jafo mushaqqat yashagan odamning yaxshi deydi. Bu alaqa zodi digichining maqsadi zodi nima bu qilum? Asli digichining maqsadi bir odam men degan haqqoniyatchilik yashaydim deb jafo tortib, ömrünün oxirigacha mashaqqat yashaganda, ancha-muncha odam haqqomat bo'lsa-mu, rahat-parahat yashagan yaxshi demakchi. Ammo mushu maqsadini nari keltirgan iboratlar to'liq ifodalab bermadi. Shunga turdi aytadi, muraduhu shoirining maqsadi asli annal aysha rag'd, farovon turmush fi zilal hum, ahmoqlikning soyasida, xayrun min al ayshi shaq fi zilal aql, ya'ni aqlning soyasidagina mardona mushaqqatlik turmushdan ancha-muncha xushomadchilik qilsangmi, ahmoqlik qilsangmi, nodonlik qilsangmi, farovon turmush yashagan yaxshi demakchi. Lekin shu maqsadni haliqi she'rdagi keltirgan iboratlar to'liq ifodalab bermadi. Mana biz ijoz demaymiz, balki ixlol deymiz. Bu bugungi uslubning natijasi ikkinchisi. Uchinchi uslub itnob uslubi. Itnob deganning lug'at ma'nosini chiqib turibdi, uzatish degan ma'noda. Uzatish degan ma'noda. Ma'nodagi istiloh ma'nosi nima desa, va huwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin zaida an ma'al foida. Ya'ni maqsadlik ma'noni shu ma'nodan ko'proq iboratlar ifodalash, lekin behuda ko'p emas. Ma'al foida. Cho'qib mazmun jihatga ma'lum bir ahamiyat, ma'lum bir o'zgarish, ma'lum bir ma'no, ortiq ma'noni ifodalashdan birga. Masalan, Robbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Allah Zakariya alayhisalomga Yahyo alayhisalom bilan xush bishorat bergandan keyin Zakariya alayhisalom bir xil o'zining ojizligini bayon qilish uchun bir qizlab Robbim, men cho'ngib qoldim, qanday bolam bo'ladi deb o'zining ojizligini ifodalamoqchi. Ammo bu yerda o'zining ichki hissiyotini ifodalash uchun gapni texnik uzatib dedi. Inni wahana al-azmu minni. So'ngkirim bo'shab ketdi. Washta'ala ar-ra'su shayba. Shashrimga oq kirdi degandek, o'zining bir mo'j yosh to'yganlikning alomat ifodalarini birga qo'shib qana qildi ifodaladi. Buning o'zimi itnob deyiladi. Mishada maqsadlik bir ortiq ma'no bilan ifodalansa, ma'runda o'zining qattiq ojiz ekanligini, gerçi payg'ambar bo'lgandan keyin Allohning buyruqlariga shaq qilmasimi, qarshi chiqmasimi, lekin o'zining ashada bir huduqush yoki o'zining bir xil qiziqish, ajablanish bir xil tuyg'usini ifodalash uchun davatgan, so'zlatgan sabablarni ifodalaydigan bo'lg'achqa, manda keltirilgan ortiq bo'lak yoki ortiq so'z, ortiq iboratlar nima deb ataladi? Itnob deb ataladi. Bu behudlik emas. Ammo biz bayatdan shu ta'rifatning o'zida, itnobning ta'rifatning o'zida ma'al foida deb bir qaytim birini qo'shdik. Ya'ni ortiq bo'lakni ifodalaydigan bir alohida mazmuni bo'lishi kerak. Agar behud bo'lib qolsa, degan kelsak, fa iza lam takun fi ziyada, hali ortiq keltirilgan tarafda bo'lakda foida bo'lmay qolib qolsa, alohida mazmun bo'lmay qolib qolsa, summiya tatwilan. U vaqtida bunda keltirilgan ortiq bo'lak tatvil deb ataladi. Agar ortiq bo'lak muayyan bo'lmasa, hashu deb ataladi. Agar muayyan bo'lsa, ash jumladagi zati mau ortiq digil bo'lsa, hashu. Ishqib qaysi ortiq kim birisi ortiq deb qolsa, bundan bo'ladi tatvil bo'ladi. Har holda har ikkilisi jumlaning balog'atiga, fasohatiga ta'sir etkazadigan omillar. Ya'ni jumlada keltirilgan ortiq bo'lak ahamiyatsiz bo'lib qolsa, bu jumla fasohat, balog'atda darajasi to'lab ketadi. Masalan, tatvilning misolini birini ko'rib boqaylik. Wa alfa qawlaha kadhiba wa mayna. She'rining oldingi bo'lagi
وقدت الأديمة لراه شيء وألفى قولها كذبا ومينا. Bu alaqqa bir adabiyot, arab adabiyotlaridagi bir ikki podshohning hikoyasi munosabati bilan aytilgan she'r. Ikki podshohlik, birisi er podshoh, birisi ayol podshoh. Er podshoh ayol podshohlikqa biz hujum qilib kelgandan keyin ayol podshohlik to'y taklif qo'ydi. Er podshoh xudini yo'qdi, shuning bilan askarsiz yoki qo'g'dug'isiz holatda ayol podshohning damiga tushdi. Bu da dag'as qolgan vaqtida bütün bedenlerini azaplab keskin turgan vaqtida ma she'rini o'qib وقدت الأديمة لراح شيء وألفى قولها كذبا ومينا. Yani onun bütün bileklerini şu tumurlurgacha kesip taşıldı ve alfa qawla şu vaqtda haliqa podshoh ayolning so'zini yolg'on ekanligini his qildi. Alfa vajada ma'nosida, kadiba va mayna har ikkalasi yolg'onchilik ma'nosida. Ana bu jumlada yolg'on degan gapning bir nakasi bo'ladi, lekin ikki nakab qo'ydi. Kadiba va mayna debchi. Ikkisining birisidan chiqqan alohida bir ma'nosi yo'q, ortiqcha gapda. Ammo ya kadiban ortiq, ya mayna ortiq. Ikkisining birini ma ortiq ekan deyishga hech qanday bir dalil yo'q. Tercih qildigan amil yo'q. Bo'lgandan ikkisining birisi ortiq deymiz, ta'kidlamas hamda. Chunki birisi normal ma'noni ifodalay oladi. Ondan keyin meyadagi ortiqni biz tatvil deymiz. Bu balog'atga, ya'ni mashi'rining fasohat balog'atiga ta'sir yetkazadigan amil. Hashvning misoliga kelsak, va a'lamu ilmal yawmi wal amsi qabla va a'lamu ilmal yawm wal amsi qabla fa ilmul mar'i yanfa'uhu deydigan bir she'r oxirisi shu. Mavrunda men bugun va tunugunki bütün ishlarning ma'lumotlarini bilman degan bir huquqni ifodalamoqchi. Yawm degan bugunni ko'rsatdi, ams degani bugunning oldingi kunni ko'rsatdi. Üzdülan chiqadi bu ma'no. Qablahuni akanisimi bo'ladi, lekin qablahuni akab qo'ydi. Qablahuning hech qanday ahamiyati yo'q. Mana biz buni hashv deb qo'yamiz. Bu hashvmi balog'at fasohatiga ta'sir etkazadigan omilning qatorida. Unda bo'lganda xulosalasak, jumlaning ifodalash uslubi ijoz, itnob, musovat deb uchga bo'lindi. Musovat deganimiz ifodalamoqchi bo'lgan ma'no maqsadga dal keladigan iboratlarni keltirsak musovat bo'ladi. Maqsadda ifodalamoqchi bo'lgan ma'no maqsaddan qisqa iboratlarni shu maqsadni to'liq ifodalashdan birga akalasak bu ijoz bo'ladi. İfodalamoqchi bo'lgan maqsadlik ma'nodan ortiq iboratlarni qo'llanib ifodalasak, ya'ni ma'lum bir ahamiyat alohida mazmun bilan buni biz tatvil itnob deymiz. Agar biz yuqorida o'tirib qo'ygan ijozdagi shartlarga, itnobdagi shartlarga uyg'un kelmasa, ya'ni ijozdagi shart to'liq topilmasa, buni ixlol deymiz. Itnobdagi shart to'liq topilmasa, agar ortiqcha shu ma'no alohida ahamiyat bo'lgan ortiq bilak muayyan bo'lib qolsa, hashvi muayyan bo'lib qolsa, tatvil deb ataymiz. Yuqoridagi ixlol, tatvil, hashv deganlar jumlaningki fasohat balog'idagi ta'sir etkazadigan omillar. Agar shular to'liq shartlar to'liq topilib, jumla mayli musovat shaklida keltirilsin yoki ijoz shaklida keltirilsin yoki itnob shaklida keltirilsin, bu fasohat balog'atga tamoman uyg'un, fasohat balog'ati yuqori jumla hisoblanadi. Endi ijoz keltirishning sababi nima? Itnob keltirishning sababi nima desa, ijoz keltirishning min dawa'il ijoz degani ijoz keltirishning sabablaridan birisi yodlashni osonlashtirish, tushunishni yaqinlashtirish, maqom tavg'anligi yoki maxfiy qilish yoki so'zlashishdan zirkib qolganlik degandek har xil omillar bo'ladi. Mushu hukmlar va bundan boshqa omillar bo'ladi. Bu aloqa normal til egasi bo'lgan, zavq, lug'aviy bo'lgan, mundalik bir xil til tuyg'usi bo'lgan har qanday odamga maxfiy emas. Buni o'zimiz shu jumla oraliqida his qilib olsak bo'ladi. Itnobning sabablaridan birisi jumlani texnik kengaytirish orqali ma'noni texnik muqimlash, maqsadni texnik izohlash, ta'kidlash, g'ayri ma'nolarning vahmisini qanaqlik deb qilish qatorliq sabablar bo'ladi. Uni shu jumlani o'qish yoki tuzish jarayonida o'zimiz his qilib olsak bo'ladi. Bizga til zavqi uni biz qanaqlaydi bizga deb beradi. Endi muhim gap ijoz itnobning qismlariga kelsak, ijoz cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Ijoz qasr, ijoz hasb. Ijoz qasr, ijoz hasb. Qasr deganda ba'zi ustozlarimiz qisar deb o'qig'ini angladi. Kitoblarda i'robni qisar deb qo'yilgan. Ba'zi ustozlarimiz og'zidan ijoz qasr deb o'qidi. Kitoblarda shu qasr deb qo'yilgan. Shu ham o'quvchilar ikki xil qillanlarda saqlaydilar. Ijozi qasr yoki ijozi qisar. Ijozi qasr yoki ijozi qisar. Her ikkalisi bu til taxassus, mutaxassis ustozlarimizning og'zidan har ikkalasini anglagan bo'lg'achqa bizni sizlarga ikkisini gapirishga muhtoj. Ammo kitobning o'zininki qo'ygan i'robidan biz hozir tutayotgan qo'limizdagi maktabda ijozi qisar deb qo'yapti.
Ama burundan tatı başka kitaplarda kasr deb ko'rgan ahvollarım bor. Har ishkilisini qilgan tutulinglar. İcazdan kısımlarına gelsek Abdurda vatıdı. El-icaz imma en yekune bi tadammunul ibaratul qasira maani kathira. Yani icaz deganimiz qisqa ibaratlar ko'p ma'nilarni o'z ichiga elishdan bo'ladi. Ya'ni iboratdan hech qanday bir narsa kengaytirilmagan, tushiritilmagan. Iboratning aslida tuzilishi mushu. Ammo mushu iborat shu qisqalik bilan turib ko'p ma'ni o'z ichiga oladi. Mana biz ijoza qasr deymiz, ijoza qisar deymiz. Bir narsa tushiritilmagan. Mana model balog'atchilikningki ko'ngil bildigan markaz shu. Mushuning bilan ularning miqdor darajasi qadarlari farqlanadi. Mandagi ijozni ijoz qisar deb ataymiz. Hali qaman keltirgan innamal a'malu binniyat jumlada hech qanday tashlab ketgan bilak yo'q, qisqartirilgan bilak yo'q, ammo o'ziga ma'nosi intayin kengli. Va buning yana bir misoli velakum fil qisas hayatun bayat sizlarga buni tushuntirib qo'ydim. Buningda hech qanday tashlangan bir bilak yo'q moyatda. Yoki qisqartirib berilgan bir parcha yo'q. Jumla to'liq tuzluklik, igisi to'liq, xabar to'liq. Mushtaq holatda o'zi qisqa, ammo o'ziga ham ma'nosi nima kengli. Ma'no ismi ijoz qas yoki ijoz qisar bo'ladi. İkincisi o imma en yakun bu ijoz ya jumladan birer so'zni tashlab o'tishdan bo'ladi. Asliga akab qoluldi. Yoki bir jumlani tashlab o'tishdan bo'ladi. Yoki ko'p jumlalarni, birdan ko'p jumlalarni tashlab o'tishdan bo'ladi. Bayatman asliga akab qoluldi emasmi? Ma'a qalinatin tu'ayyinul mahsubga tashlab ketgan bo'lakni muayyanlashtiradigan dalillar. Shu dalilga qarab turib, aslida ma'u ekanda, ma'u qanday ketib ekan, tashlab ketib ekan degan hukmni akaga bo'ladi. Bunu biz ijoz hazf deb qo'yamiz. Masalan, 3 xil oldu bu. Birisi kalimani tashlash, jumla tashlash, ko'p jumla tashlash debchi. Buning har bir misolini ko'rib boqaylik. Masalan, Imroil Qaysning so'zidagi la degan so'zni tashlagan o'xshash. Faqultu yaminullohi abrahu qoida va law qata'u ra'si ladayka wa awsali. Dedimki Alloh bilan qasamki men mushayda ot tag'rim abrahu qoida degani ot turib turma degan gap zodi. Asli siz biz bilgan grammatikada hamisha oldu, davomlashdi, uzluksiz bir holatda saqildi degan ma'no ifodalaydigini la abrahuning oldida la va nafi holati keladi. Ammo she'rda la qanday qilingan tashlangan buni biz ijozi qas yoki ijozi hazf deymiz. Agarchi ular sening oldingda mening beshimni va paylarimni qanday qilasizmi, qirqib kesibsizmi? Ma'u so'z tashlanganning misoli. Cümle taşlanganning misali Allah Taola'nın tuvandagi so'zi shu cümle taşlanganning misali va iyukazzibuka faqat kuzzibat rusulun min qablik. Rasulullah naydi qamkin bo'lib, Rasulullah ummatining ichida qavmining ichida azaldan sodiq, rostchil deb tunilib kelayotgan qavmiga naydi ishonchi bor endi ma'aygus unda qarmaydi ular deb. Ammo payg'ambarlikni ep kelgandan keyin qavmi inkor qilgan degan ig'ir keladi odamga. Atrofidagi odamning gapiga ishonmas, ig'ir kelib bir odam bo'lib ruhi jihatdan bunda bir xil pastlab qoladigan ahvollar shakllangan turgan vaqt Alloh tasalli berib va yukazzibuka. Ular siz inkor qilgan bo'lsa hech qisi yo'q. Bir aram bo'lmang, afsuslanmang. Ko'nglingizni yerim qilmang. Nimishqa? Chunki faqat kuzzibat rusulun min qablik. Sizning ilgirki payg'ambarlarni inkor qilingan. Keyindagi jumla va yukazzibukaning ma'ni jihatiga javob emas. Lafzi jihati javobi shaklida kelgan bilan ma'ni jihatda bir bo'lak oldida qana qilib ketganlik, tashlanib ketganlikda tashlanib ketgan bo'lak nima vasbir, fata'assa vasbir edi. Va la tahzan va la tatahassar. Hasalanmang, bearam bo'lmang, sabr qiling degan ma'noda ma bir jumlaning tashlanganning misoli. Endi birdan ko'p jumlaning tashlanganning misoli farsiluni Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf alayhisolamning turmada yotgan hamroyi, zindonda yotgan hamroyi podshohning tushini anglagandan keyin iziga Yusuf alayhisolam kelib nima deydi? Farsiluni. Shundami? Yusuf ayyuhas siddiq. Farsiluni bilan Yusuf ayyuhas siddiq ikkisi boshqa. Farsiluni podshoh degan gap. Meni Yusufga qashqab aytinglar. Men sizlarning tushunlarning ta'birini etkilay. Shundami? Gaplam Yusuf siddiq. An oturda nimalar tashlangan bo'ladi? Podshoh qo'shildi, avatdi, o'tirmoqqa keldi. Yusuf alayhisolamdan qashqaga kelib kurashdi, andan keyin dediki, demak oturda avatdi, qildi, keldi degandek bir mo'l jumlalar tashlanib ketganda, ana meni Yusufdan qashqaga aytinglar. Li'astabirahu ar-ru'ya man tushni ta'bir so'rab baqay fa fa'aluhu fa atahu va qala lahu degan bilaklarning hammasi mushurun tushib ketgan. Ma ijozni biz ijoz hasb deb ataymiz. Unda xulosalasa ijozi qas yoki ijozi qisar va ijozi hazf deb nechaga bo'lindi? 2 ga bo'linadigan bo'ldi. Ijozi qisar deganimiz jumlaning asli o'zi lam qisqa.
Qurulmadan hech qanday bir bilak tashlanmaqliq, ammo shunda bo'lish bilan birga ma'nosi intayin kengri. Ijoza hazf deganimiz jumladan bir so'z yoki bir jumla yoki birdan ortiq jumla tashlanish orqali qisqa bo'lib qolgan, shuni bilan turib keng ma'no ifodalagan bo'lsa ijoza hazf bo'ladi. Andikin itnobning qismlariga kelsak, itnob bu kengri dori bu. Abdur bundan yuqoridagi 9 tur yoki 10 turga yaqin itnobning misolini keldi. Birdan-birlab ko'raymiz. Bizde bayatın itnab deganning umumiy ta'rifatida ma'lum bir maqsadni ado qilish uchun ma'lum bir ahamiyat yusidan jumlani uzatish dedik emas, mana shu to'g'ri keladigan butun uslublarning hammasi itnabning tahtiga daxil. Ana o'zi birinchisi itnab yakun bi umur kathira. Itnab nurg'un ishlar orqali bo'ladi. Buning birinchisi zikrul xos ba'dal am. Yani am dinkin xosini so'rash. Odatda ba'zi xitoblar am shaklda qilinsa, shu amning tahtiga daxil bo'lgan barliq hujjatlarning hammasi amning shaklida kiradi. Shunda bo'lsa, shuningdek ma'lum bir nuqtaga ko'ngil bo'lish, yoki shuni alohida tilga olish uchun ayrim akab qo'yamiz. Amaliyotda mush ayrim akab qo'ygan xos amning ichida cho'q batda, ammo ayrim akilishining sababi boshqalar shuni eskartishki, ma'u boshqalarga o'xshamaydi degandek bir xil alohidalikni birish. Masalan, deyotdi, ijtahidu fi durusikum. Sizlar darslaringizga tirishinglar. Durustning ichiga butun darslarimiz kirib ketadi. Depilib, vel lug'atul arabiyya. Yana vel lug'atul arabiyya, arab tilida tirishinglar desa, arab til darsligi butun durustning ichiga kirib ketadi. Lekin buni ayrim tilga qo'yish, ma'noning ahamiyatiga qana qilish, ishorat qilish. Undan boshqa Qur'oni Karimda hafizu alas salawat. Sizlar namozingizga ahamiyat bering deb bo'liblar. Vas-salatul wusta. Yani mufassirlarning gapi bo'yicha asr namozingizga ahamiyat beringlar desa, butun namozlarning ichida asr bor. Lekin ayrim tilga qo'yishi ma'noning muhim ekanligini qanday qilmoqchi eskartmoqchi. Buning ahamiyati, foydasi buning ahamiyati ash xosning fazilatiga eskartish. Xuddi uning yuqori bo'lganligi uchun oldidagilarga zid o'xshamaydigan ayrim bir turdek muomala qilish uchun ma'da amdinkin xosni alayhi so'zlab qo'yamiz. Bu bir. Ikkinchisi amni xosdan keyin so'zlash. Avval xosdan birini tilga oladi, amdan keyin amdan birini tilga oladi. Masalan, Robbighfirli wal walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan walil mu'mini wal mu'minat. Allah bizga o'rgatgan duo qilish uslubida Robbighfirli avval menga mag'firat qilsizlar, va livalidayya ata-onamga mag'firat qilsizlar, mening uyimga kirgan kishilarga mag'firat qilsizlar, mu'min holat, valil mu'minin valil mu'minat. Valil mu'mininning ichida men batdim, ata-onam batdi, uyimga kirganlar batdi. Mu'minatning ichida yana shu kim batdi? Ayol o'qasi uzuva, onasi va uyga kirgan ayollarning hammasi bor. Nimdep avval o'zini, ata-onasini uyga kirgan andan keyin mu'minin mu'minat deb qanday shaklda oladi desa, balkim bu yerdagi ahamiyat duo qilishning tartibini bizga o'tayotgan bo'lishi mumkin. Duo avval o'zidan boshlanadi degandek bir xil uqum bo'lishi mumkin. Bumi shu itnobning turlarining qatoridan. Ya'ni shu itnobning qatoridan birisi al-idah ba'da al-ibham. Ya'ni mubaham keltirib bo'lgandan keyin qana keltirish, izohlash. Bu hamda mazmunning boshqalarning kallasida texim o'nab ketishining bir uslubi. Gapni biraqlam degandan dasatda mujmal shaklda deb bo'lib, andan keyin izohlam shaklda desa, anglagan odam yoki qarash taraf obdan tushunadi. Masalan, amaddakum bima ta'lamun. Alloh sizlar biladigan nurg'un yordamlarni qildi sizlarga deb tursa, nimado deb shunda o'yimiz paydo bo'lsa, masalan, amaddakum bi an'ami va banin va jannati va uyun deb bir-birlab sanab bersa, buning ma'nosi boshqacha bo'ladi. Ya'ni shu itnobning qatoridan tavshi' deganimiz jumlaning oxirisida İkilik siğisideki sözün birini keltirildi. Bu ikilik söz ikki bilen qana qilingan, ikki ayrım söz bilen tefsir qilingan. Masalan, umsi ve usbihu min tezkarikum wasiba. Yarithu lil mushfiqani al-ahlu wal waladu. Men keşne qilma, ettiyen qilma, silani aslab. Mana asaslık mersiya qo'ydig'ini man tushunadigan ikki odam mushfiqon ikkilik shakldagi deb bo'lib, kim u mushfiqon desa, birisi al-ahlu wal waladu, birisi oilamdagilar, yana birisi bola. Mana biz tavshi deb ataymiz. Bu mu itnobning qatoridan, ya'ni mushfiqonga al-ahlu wal waladni agashtirib keldi. Ya'ni men sizlarni davomliq aslab attiginimi aslayma, kashlikmi aslayma. Her vaqt aslayman siz başındamı? Bana mersiya qo'ydig'ini ikki ich og'ritquchi. Kim o? Birisi al-ahlu wal waladu. Ma'mu tavshi' deb ataymiz. Bu mu? Nimaning qatori? Itnobning qatoridan. Ya'ni shu itnobning qatoridan birisi takrir. Takrir deymiz.
ma'lum g'araz uchun bir gapni takrorlash. Masalan, fasli uzun bo'lib qoldi. Gapni dab ketib o'tib, o'tirdigan gap uzun bo'lib qolgan bo'lsa, unutilib qolishini oldini olish uchun qayta bir qism takrorlab qo'yamiz. Mana bu itnob bo'ladi, lekin buning ahamiyati bor. Masalan, wa inna imra'an damat mawafiqu ahdihi ala misli hadha innahu lakarim. Wa inna imra'an damat mawafiqu ahdihi ala misli hadha innahu lakarim. Haqiqatan bir inson, qanday inson u? Damat mawafiqu ahdihi ala misli hadha degan yag'icha imra'anning sifati. Onda insonki hamma uning ahdi misoqlari mushunga o'xshash davomlash. Demak, u davomliq va'da tutib kelgan bir inson lakarimdir, isildir demakchi. Inna imra'an inning ismi esa lakarimu inning xavri. Anda o'g'anlikin ism xabar bo'ldi basdi. Lekin innahu da g'uzumirdan birini ayrim takrorlab akilishi imra'an deb inning ismini tilga qo'ygandan keyin imra'anning sifat bo'lib kelgan jumlada uzun bo'lg'achqa lakarimuning imra'anning xavri ekanligi bilinmay qolmasin deb manda g'araz tufaylidan innahu da g'uzumirni takrorlab keltirdi. Bu nima? İtnabdan qatarıdır. Ondan başqa yana bayatdan pəsli uzun bo'lib qolganlik shundimi? Ondan başqa, masalan, afu qilishqa texmi ziyoda qiziqtirish uchun inna min azwajikum va awladikum aduwwan lakum. Allah unda afu qilish, birisi-birisini kechirim qilish babına kelib turib, askilik qilganlarni kechiringlar, dushmanlarni kechiringlar deb kelib, xalqni kechirsizlar, hatto sizlarning balavoq, chunki kechirmayman desanglar, ba'zi dushmanlaringlar balavoqlaringlarning ichidan chiqadi, ayollaringlarning ichidan chiqadi degandek bir xil mag'lubiyatlarni jiq qilish orqali asli insonlar jamiyati o'zaro afu, marhamat bilan, kechirim bilan insonlar jamiyati ekan. Agar azarlashib qolganning hammani kechirmayman desak, insonlar jamiyatidan chiqib ketib boshqa yashasa qoldi ekan. Insonlar jamiyati bo'ldi ekan, hatto sirtdagi odam emas, uning bola voqealari ayol balavoqlarning ichidan nomang dushmanlar chiqadigan shu afu qilishim kerak ekan. Unda bo'lganda men yashamaydi ekanman degan bir xil tuyg'uni birish uchun gapni uzatadigan gap. Qaranglar. Inna min azwajikum va awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Qayt takrorlayotdi. Va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa innalloha g'afurur rahim. Deb qayt takrorlash, mush ahvollarni hammani bir qillig'i singdirib, ahvol mushu, kechirmasang ixtiyorsanda, ammo sen hammadan kechirmayman desang, bolaringdan dushman chiqadi, ayollaringdan dushman chiqadi, dunyoda hech kimga yashamasang oldi degandek bir xil hukum mushu gaplarni jiq deyish orqali, jumlaning ko'paytirish orqali kechirimga bo'lgan qiziqtirish. Bu ikkinchi sabab. Ya'ni takrorininki. Uchinchi sababi ogohlantirishni texmi ta'kidlash. Masalan, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Buni o'zinglar bilasizlar. Ma jumlaning o'zi aynan shaklda ikki qitim takrorlanganda nimishqa bo'lib qolasizlar. Unda emas, fat'atda bo'lib qolasizlar, texmi askartishni ta'kidlash. Ma 3 sabab takrorining sababi, mushu takrormi nimaning qatoridan, itnobning qatoridan. Shu itnobning qatorida yana i'tiroz. Hammalar bilamiz, jumla mu'tariza deb qistirmiz jumlada tarjima qilamiz Uyg'ur tilida. E'tiroz deganimiz jumlaning bo'laklarining o'tirida bir labzininki o'tirg'i kelib qilishi yoki ma'ni jihatda bog'langan ikki jumlaning o'tirida bir labzining o'tirg'i kelib qilishi bir so'zningki ma'lum g'araz bika kelmaydi-da. Masalan, biz mushriklarning Alloh haqida degan shirk gaplarini deb ketib subhanalloh deb qo'yamiz, na'uzubillah deb qo'yamiz, ma'azalloh deb gaplarning hammasi jumla mu'tariza. Bu yerda she'rdan birisi kelibdi. Inna 80 va bullug'taha qad ahwajat sam'a ila tarjuman. Birisi o'zining gapni joyida anglayolmaganligini o'zra aytib, buna demakchi. Inna 80 yosh qad ahwajat sam'a ila tarjuman. Quluqimni tarjimonga muhtoj. Qo'y demakchi. Va bullug'taha degani oldi va keyingi munosabatsiz bir jumlada be'dimga akab qo'ydi desa, duo qilib 80 yoshga kirib qopmi, Xudoyim sizlarni yetkazadi degan gap. Shu bullug'taha degan gap sen aytsa, 80 yoshga Xudoyim umrini uzun qiladi, deb o'zining gapini davom. Amaliyotda inna 80 deki 80 inning ismisi qad ahwadat sam'a tarjuman inning xavri. Va bullug'taha jumla duoiya, ya'ni jumla e'tiroz. Mu'tariz jumla. Yana bir misol. Va yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu va lahum ma yashtahun. Ular qizlarni Allohga qiladi, o'ziga xohlaganini qiladi. Subhanalloh. Subhanalloh degani jumlaning o'tirida keltirilgan tanzih jumlasi, ya'ni Allohni paklash uchun keltirilgan jumla, qistirma jumla. Bularning hammasi e'tiroz deyiladi. E'tiroz nimaning qatoridan? Itnobning qatoridan. Ya'ni shu itnobning qatoridan ig'ol deb qo'yamiz. Ig'ol degani jumlani ma'no uningsizmi tamom bo'ladigan bir g'arazdan birini ifoda etadigan mazmun bilan oxirlashtirish. Buna bir gapni xulosa qilib asosiy digjining maqsadini
ta'kidlash usulidan, ifodalash usulidan jumlaning oxiriga bir narsani keltirib qo'ydi. Buni iyg'ol deymiz. Masalan, Xansaning so'ziga mubolag'aga o'xshash va inna sahrana ta'tammu bihi al-hudat ka'annahu alamun fi ra'sihi naru. Sahr deb o'zining Xansa o'zining qarindishini maqtamoqchi. Sahr degan yo'l izlaguvchilar, uning egishli odami, hamma odamning bayroqlari u. U degan ajoyib katadamki, hamma odam egishli deb bo'lib, xuddi u tog'. Amaliyotda qadimgi zamonlarda yo'lni yiroq tog'larga qarab belgilaydi-ku, gap tugaydi. Ham ba'zi rayonlarda tog'ning ustiga o't yiqilib qo'ydimdi. Ashundan qarab turib, ha, ma falan ekan, bugun ekan yo'l izlaydigan gapda texmo o'zining maqsadini ifodalash uchun firasihi naru deb uning beshida o't o'g'an tog'u. Hammadan shundan qarab mang'udi, bu sahr deganga hammadan agishdi deb o'zining qirinishiga marsiya o'qiyotdi. Bu iyg'olmi nimaning qatoridan, istinobning qatoridan. Ya'ni shu istinobning qatoridan tazyil deganimiz jumlaga yana bir jumla agashtirilib keltirildiki, ikkinchi jumla a jumlaning mazmunini o'zi. Ikki jumla ma'nosi o'xshash, faqat ta'kidlashtirilgan birisi-birisiga agashtirib keltiriladi. Bu ahvol ya masal tariqasida joriy bo'ladi degani, unda maqol tamsil shaklida keladi. Nimishqa ma'nosi mustaqil bo'lganlikka oldingi jumladan behojat bo'lganlik uchun. Masalan, ja'al haq va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Haq keldi, batil vayron bo'ldi deb bo'lib, batil degan haqiqatan vayron bo'ladi desa, batil vayron bo'ladi degan gap ja'al haq va zahaqal batil ma'nosida o'xshash, lekin ikkisi bir-biriga bog'lanmaydi. Agar ayrim akaga bo'ldi, bu degan bir xil masal shaklida, ya'ni bunday qarab, shu haq degan haq, nahaq degan nahaq, hamon nahaq vayron bo'ladi degandek bir xil o'qim. Ma'o tazyilning bir turi. Ya masal tariqasi joriy bo'lmaydi degani, o masal shaklda emas. Ikki jumla bir-biriga bog'langan, agar ayrim o'tilsa tushunilmaydi. Nimishqa oldingi jumladan behojat bo'lmaganlik uchun Dalika jazaynahum bima kafaru. Shu ummatlarga bergan jazoimiz ularning kofir bo'lganlik sababidan bo'lib, va hal nujazi illal kafur. Biz shu jazolashni faqat kofirni jazolaymiz desa, va hal nujazi illal kafur degan jumlani ayrim ekat qo'yilsa tushunilmaydi. Bu chunki ilgirki ma'lum voqelik, ilgirki mazmunga bog'langan bo'lg'achqa oldidagi bog'langan masal tariqasida keltirilmagan bo'ladi. Ya'ni shu istinobning qatoridan ihtiros deymiz. Ihtiros deganimiz maqsadning aksini vahmlantirib qo'yilgan jumlada shu vahmini dafi qiladigan bir bilakni birini akilib, maqsad to'liq ado qilinadigan shaklda ifodalanadi. Masalan, fasaqa diyaraka g'ayra mufsidiha. Sening yurtingni bir sug'urvatgay, buzmagan asosda aytiyazning yomg'iri, ya'ni bulutli yomg'iri va to'kiladigan deyiladigan yomg'irning ismi 40 kun yog'adigan yomg'irga qartilgan. Agar g'ayri mufsidiha degan bilakni akamaganida sening yurtingni aytiyazning yomg'iri va to'kilib ketadigan nima yomg'ir suv olsin desa, deymadigani xalqning engida shu vayron qiladigan yomg'irchi xuddi unga badduo qilgandek tuyg'u bo'lib qoladi. Ma'ni o'qitish uchun g'ayri mufsidiha yurtingni vayron qilmagan asosda degandan keyin andikin bu badduo emas, xayriyat duo ekanligi chiqadi. Istinobning qatorida yana takmil deganimiz ortiq bilakdan birisi keltiriladi. Ma'noga texim go'zallik ziyoda qiladigan, masalan, va yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Alloh mu'minlarni maqtab ashlarga tomoq beradi desak, gap tugaydi. Lekin texim bularning darajasini oshirish uchun ala hubbihi. O'zi shu tomoqni yaxshi ko'rib turib, o'ziga ehtiyojli turib, shundami? Ondan keyin bular ashlarga tomoq beradi desa, Mavloning sixiylik darajasi texim oshidi. Ma'o takmil deb ataymiz. Shuning bilan bugungi darsimizning asosiy mazmuni oxirlashdi. Jumla uslubi yuqoridagi biz ilmul ma'anida so'zlagan mazmunlarga amal qilib bo'lgandan keyin jumlaning maqsadini ifodalash bilan iboratlanki udul kelish udul kelmaslik masalasida musovat, ijod, itnob deb uch ko'pilinadi. Ularni yuqorida so'zildik. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.